قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Hakikatte mümin cihatni kılıç hem o'z tili bilan yasay. Kılıç bilan hem o'z tili bilan yasay. Cihatni kılıç bilan yasayning ma'nosi, ya'ni cihat u saqlanuv jihati bo'ladi. Ham endi hujum etuv jihati bo'ladi. Ham endi bu cihat so'zidan, kılıç bilan cihat so'zidan biz endi anglarga tegish biz birinchidan cihat yasala bordik emir bilan. Yani devlet başlığı bilan. Müslümanların devlet başlığı bilan yasala cihat. Şu emir aslında. Elbette bu cihat sözüne, cihat aslına yani dürüst cihatka kirmey bugün ormanda kaçıp nindi Türkümün biz min emir, min başlık, bu benim devlet kişileri deyip etken kişiler bunlar cihatka kirmey. Yani bir tağlarda nindir Türk'üm aytayken bana biz Müslümanlar cihat yasayız deyip, yok, bununda kirmey. Yani o'zlarini şartlatqıç şeybirler asıp, qaydadır şartlatıp kişiler o'tirib, bu da cihatga kirmey. Bu cihatning İslamga bir nindi qo'g'ilishi yo'q. Ham shulay endi qo'yadir borib, nindi yerga borib, mana meni kafirlarni o'tiram hozir deb kişiler o'tiruv, bu da cihatga kirmey. Bu da cihatga kirmey. Biz aytdik oldagi darsda. Cihat ul narsa? Cihat ul ibodat. Ibodat namoz shekilli, uroza shekilli, sadaqa beru shekilli, ibodat, Allohga ibodat qiluv. Ham Allohga ibodat qiluvning bir ikki sharti bor. Birinchisi narsa? Birinchisi ixlos. Ya'ni cihat qilasan ekan, birinchisi shartning sening bo'lgan ixlos. Bardik Alloh rizoligi uchun cihat qiluv. Ikkinchi sharti, nindi shart? Mutabaa. Bu cihat bulurga teyish nechigani bizga Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytdi. Nechigani bizga Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytdi, ko'rsatdi, ham nechigani bu bizga olimlarimiz aytdi. Olimlarimiz aytdi. Shunga ko'ra ikki shart dedik. Birinchisi ixlos, ikkinchisi ul bizning shariatga to'g'ri kelgan teyish. Alloh nechig amr etgan? Alloh nechig amr etgan? Naqsh shulay bo'lirga tegish. Ham endi bu biz atab o'tgan kishilar, bugünküde biz cihatni yasaymiz deb yurgan kishilar, bular cihatga kirmey. Anladingizmi? Ham aytdik, cihat ham Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytdi, cihat qilish bilan dedi. Ham ikkinchisi til bilan. Til bilan. Nechik anglarga cihatni til bilan? Cihat til, ya'ni sen tiling bilan Allohning dini uchun kurashasan. Allah'ın dini için kurşan, yani kafirlik bilen, küfürlük bilen, bid'at bilen, türlü dinge yanılgılar kirtu bilen, türlü dinden adaşkan türkümler bilen, tilin bilen kurşasın. Hem senin kuralın nerse, nindi senin kuralın tilin bilen kurşkanda? Allah'ın kitabı, Peygamberimizin sünneti, hem sahabelerinin anlağı. Hem sahabelerinin anlağı. Hem indi til bilan kurashganda eng zo'r, eng buyuk jihad o narsa albatta kufrlik bilan kurashish. Qachon sen kufrlik bilan kurashasan? Qachon sen kufrlik bilan kurashasan, ya'ni tavhid taratasan. Tavhid taratasan, ilm berasan, kishilarga tavhid o'ratasan.